Assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda shunda Tapovich mostidan Asfalt parkga ketishimizning New Life'da. Uyimiz mana shu Astroykani 2-etajida, 2 xona, 76 kvadrat metr, 150 ming deyishyapti narxini. Mana uyimiz ichiga ham kirib oldik. Kirishimizda mana shunaqa katta koridor, o'ng qo'limizda zal. Ko'rib turgan mebel texnika hammasi ichida qoladi. Zaldan chiqqanimizda ikkinchi eshikda mana kuxnyasi bor. Kuxnyada mana shunaqa o'tiradigan chiroyli joy qo'yishgan. Kuxnyamiz mana shunaqa mebel texnikalari bilan jihozlangan va santexnikasi. Kuxnya, koridor va sanuzel, kafilli joylar hammasi cho'pli pol bo'lgan ekan. Kuxnyadan balkonga chiqsak bo'ladi. Balkon ham normalniy, kattagina. Balkondan tashqarining ko'rinishi. Va balkondagi kamera. Shuna kuxnyadan chiqqanimizda to'g'rida spalni. Spalni ham keng. Hamma mebel texnikalari bor. Spalnimiz bu tarafdan ko'rinishi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan hamma yoqqa kameralar qo'yib qo'yishdi. Podyezdga, orqa taraf, oldi taraflarga. O'zimiz yashaymiz deb hamma mebel texnikalarni sifatlisidan qo'yishgan ekan. Shunday spalnidan chiqishimiz bilan общий sanuzel. Sanuzelimizda bitta dushoy kabinka, rakvina va unitaz bor. Такой, короче.